Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz bolaning psixik rivojlanishida nutqning roli. Mavzuni yoritishda quyidagi rejalardan foydalandim. Bunda birinchi rejamiz nutqning psixik rivojlanishdagi asosiy funksiyalari, ikkinchi rejamiz nutq yordamida bolalarda ijtimoiy va emotsional rivojlantirish, uchinchi rejamiz nutqning rivojlanishidagi muhim muammolardan iborat hisoblanadi. Nutq bolaning psixik rivojlanishida asosiy vosita va markaziy omillardan biri hisoblanadi. U bola ongining shakllanishi, ijtimoiy tajribani egallashi, fikrlashi va muloqotga kirishishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Nutq tafakkur jarayonlari, ya'ni umumlashtirish, tahlil qilish, solishtirish va sintez qilishni rivojlantiradi. Vygotsky fikriga ko'ra, nutq bolaning ichki tafakkurining tashqi ko'rinishidir. Nutqning psixik funksiyalariga keladigan bo'lsak, nutq psixik rivojlanishda muhim rol o'ynaydi, chunki u bolalar orasida muloqotni ta'minlaydi, fikrlash va tushunishni rivojlantiradi. Kommunikativ funksiya yordamida bolalar o'z fikrlarini, ehtiyojlarini ifoda etadilar, boshqalar bilan bog'lanadilar. Shuningdek, nutq kognitiv va emotsional funksiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Fikrlash, muammolarni hal qilish va qaror qabul qilish jarayonlarini rivojlantiradi hamda his-tuyg'ularini ifodalash va boshqarishga yordam beradi. Nutqning bir nechta rivojlanish bosqichlari mavjud. Bulardan birinchi bosqich boshlang'ich nutq hisoblanadi. Keyingisi esa so'z va iboralar orqali muloqot qilish va tilni o'zlashtirish hamda fikrlarni ifoda etish kabi bosqichlardan iboratdir. Nutq va rivojlanishdagi bog'liqliklar psixik va kognitiv rivojlanish bilan bog'liq bo'lib, nutq rivojlanishi muhit bilan samarali muloqot qilish va o'zini anglashga yordam beradi. Nutq va ijtimoiy rivojlanish. Nutq orqali ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish, muammolarni hal qilish, munosabatlarni mustahkamlash va ehtiyojlar, his-tuyg'ularni ifoda etish mumkin. Bundan tashqari, amaliy ahamiyatga ham ega bo'lib, nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan muhit yaratish, o'yinli mashg'ulotlar va til hamda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Nutq bolalarda ijtimoiy rivojlanishda muhim rol o'ynaydi. U yordamida bolalar ehtiyojlarini, fikrlarini va his-tuyg'ularini ifoda etadilar. Shuningdek, ijtimoiy normalarni o'rganadilar. Nutq orqali bolalar ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Masalan, faol tinglash, savollarga javob berish, bo'lishish hamda ijtimoiy muhitga moslashadilar. Ijtimoiy aloqalar va nutq o'rtasidagi bog'liqliklarga to'xtaladigan bo'lsak, nutq yordamida bolalar ijtimoiy kontekstlarni tushunadilar, munosabatlarni rivojlantiradilar va shaxsiyatlar shakllanadi va shuningdek ularni shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishlariga ta'sir ko'rsatadi. Nutq bolalarda emotsional rivojlanishda juda muhim rol o'ynaydi. U emotsiyalarni ifoda etish va boshqarish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, emotsional ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Emotsional ifoda va nutq o'rtasida bog'liqlik juda kuchli hisoblanadi. Masalan, bolalar his-tuyg'ularini o'z so'zlari bilan ifoda etadilar. Ota-onalar va o'qituvchilar esa o'sha bolalarning fikrlarini turli xil ifoda usullari bilan namoyon etishga o'rgatishlari zarur hisoblanadi. Bundan tashqari, o'yin faoliyatini tashkil etuvchi vosita sifatida ham xizmat qiladi. O'yin davomida rollar, qoidalar, o'yin mazmuni nutq orqali belgilab olinadi. Bu esa bolaning fantaziyasi, tasavvuri hamda ijodkorligini rivojlantirishga yordam beradi. Hamda nutq o'qish, yozish va o'quv faoliyatining poydevori hisoblanadi. Agar maktabga tayyorgarlik jarayonida nutqning boyligi, grammatik to'g'riligi aniq bo'lsa, o'qish va yozishni o'rganishda bu muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Lug'at boyligi qancha boy bo'lgan bola esa o'sha o'quv materiallarini tushunishi oson bo'ladi. Nutqning rivojlanishidagi muammolariga to'xtaladigan bo'lsak, agarda bola 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davrda sezilarli nutqda kechikishlarni kuzatsak, bunda mutaxassisga murojaat qilish lozim hisoblanadi. Artikulyatsion mashqlarni olib borish zarur hisoblanadi. Bundan tashqari, turli xil rasmli kartochkalar va predmetli o'yinlardan foydalanish orqali boladagi nutqiy muammolarni bartaraf etishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, fonematik eshituv-idrokni rivojlantiruvchi mashqlardan, sensor tizimni rivojlantiruvchi turli xil
konstruktor, mozaikali mashqlardan va bola bilan ko'proq suhbatlardan foydalanishimiz lozimdir. Bundan tashqari 2-3 so'zli gaplardan boshlab murakkablashib boradigan gaplarni tuzishimiz lozim hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nutq rivojlanishi bolaning psixik va ijtimoiy muvaffaqiyati uchun juda zarur hisoblanadi. Hozirgi kunda zamonaviy yondashuvlar va jamoaviy hamkorliklar orqali bolalarning umumiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatishi orqali bolalardagi nutqdagi muammolar bartaraf etilmoqda. Qisqa qilib aytganda, hozir ushbu mavzumiz matni shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.